Arab tilida ikki sukunli harf yonma-yon yo'liqish qoidasini bilasizmi? Arab tilida ikki sukunli harf odatda yonma-yon kelmaydi. Ikkita sukunli harf, ya'ni 3 ta undosh yonma-yon to'plamaydi. Endi arab tilida ikki xil holatdan tashqari boshqa holatlarda hamisha unli undosh keladi. Birinchi holat o'zi aslida so'zning oxirida harakat bo'ladi, ya'ni unli harf keladi, lekin so'zning oxiridagi unli harfni olib tashlaganimiz hisobiga ikkita unli yonma-yon bo'lib qoladi. Misol uchun hijrin so'zida oxirgi harfni to'xtaganimizda olib tashlaymiz, r ga sukun qo'yamiz, j bilan r yonma-yon to'planib qoldi. Va bu yerda nima qilaman? Har bitta harfni to'liq bildirib o'qiyman. Hijr. Ikkinchi holatida ikkita sukunli harf yonma-yon kelishi. Ikkita so'zda kelib qolsa, arablar to'g'ridan to'g'ri i bilan o'tib ketadi. Arab tilida kasra qo'shimcha kasra berib qo'yasiz. Va buning uchun birinchi so'zning oxiri sukun bilan tugashi kerak, ikkinchi so'zning boshi sukun bilan boshlanishi kerak. Birinchi so'zning oxiri odatda tanvinda sukun bilan tugaydi va ikkinchi so'zning boshi odatda hamzatul vaslada sukun bilan boshlanadi. Ana o'shanda ikkala so'zni bir-biriga qo'shganingizda i bilan o'tib ketasiz. Misol uchun rajulun intaqala. Ana shu holatda siz rajulu nintaqala deb i bilan qo'shib o'tib ketasiz. Aynan shu qoidaga muvofiq qanday so'zlarni e'tibor berib ko'rgansiz? Izohlarda yozib qoldiring.